Assalomu alaykum, aziz kursdoshlar. Toshkent Moliya institutining 2001-yil bitiruvchilari MB70 guruhi 2025-yil 4-oktyabr kuni uzoq kutilgan uchrashuvni nihoyat Samarqand shahrida o'tkazishdi. Ancha yillardan so'ng eski do'stlar yana bir dasturxon atrofida yig'ilishdi. Avvalo biz butun dunyoga oz oshi bilan mashhur Samarqandosh bilan tushlik qildik. Shundan so'ng qadimiy va go'zal Samarqand shahrining tarixiy joylarini ziyorat qildik. Hoja Doniyor maqbarasi, Shohizinda, Hazrati Xizr va yana ko'plab muqaddas maskanlarda bo'ldik. Eng esda qolarli lahza Shohizinda ziyoratgohida gidning batafsil tushuntirishlari bo'ldi. Har birimiz oilamiz bilan yana kelish niyatida bo'ldik. Ayting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Birodar azizlar, biz siz bilan ziyorat qiladigan joy Hinducha bir tariximizda ulug' manzil, ulug' bir ziyoratgoh. Sababiki bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning eng yaqin safdoshi, ota-ona tomonidan yaqinlari, sahoba-i ikram, Husam ibn Abbos yotgan mavzi. Bu kishi 7-asrning 2-yarmida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafot topib, u kishini dafn qilganlardan so'ng oralikda 40 yillar chamasi vaqt o'tib, bizni ona diyorlarga Xalif Sayyidina Usmon degan kishi bilan islomni yoymoq uchun keladilar. Bu yerda o'sha davrga qadar Zardush ittifoqi bo'lgan Allohga sig'inish, mana shu Allohga sig'inuvchilarni yakka xudolikka da'vat qilish va ana eshigimizning tepa qismida Qur'onda kelyapti sura Yol Imronni 169-170 oyat bilan Alloh yo'llarida qaysi bir zot kim deyapti, jon fido etib shahid bo'lgan bo'lsa, bunday kishilarni siz o'ldi demangiz, ular qiyomatga qadar Allohning xazinalaridan rizqlanib turadi. Inshunun Husam ibn Abbos mana shunday ulug' ilm uchun rahmatiga olsin. Hijriy sananing 57-si, milodiy yilning 677-yilida Samarqandni ichida shahidlik bilan joylashtirildi. Va shundan so'ng deydi, janozalarni o'zlarining suyukli o'g'illari Abdulaziz Bahodirxon nomidan qurib, eshikda 2 payg'ambarlar hadisini yozdiryaptilar. O'limdan oldin tavbaga, vaqt o'tmasdan namozga shoshiling. Yaqinroq kelamiz, yigitlar. Voy aka. Nereye? Endi biz o'ziga xos katta bir tarixiy inshootlarni o'zlariga olish bilan keng hayratga soladi. Hatto savol beriladi. Savol 600 yil oldin shunday bir texnika yo'q paytda qo'l asbobi bilan qanday qilib shunday bir mo'jizani yaratdi ekan. Bu endi Amir Temur bobomizning salohiyati, tarixda u odamni buyuk bir diplomat sifat 25-27 mamlakatni tilga oladi. Ularni birlashtirib, bugun qachoniki bitta oilani boshqara olmay, o'g'il alohidagi, qiz alohidagi, ota ichkariga bir nazar tashlaydi. Endi bu san'atni takroriy. Demoqchimanki, jannat bog'larini bir bog'i deb ta'rif beruvchi joyni o'sha mayitlar yotgan joyda bir ko'rib, siz deydi fikr qiling. Ana bu jannat bog'ini deydi, sizga haligi uzumni bir shingiligi najot kaliti sifatida shuni o'qing. Kunda ham sizga ko'mak beruvchi. Buni 8 tomonlari ochib, ana sendan mayit nimani kutyapti? Osh damlab kelsang yemaydi, pul bersang olmaydi, libosingni kiymaydi, lekin u bir bahramand bo'ladigan narsa bir havuch duo. Agar shuni qila olsak. Bu oyatil kursi o'sha aytilgan, ana o'rtada ko'zning shakli demoqchi bo'lyaptiki, bu ko'zdan, ofatdan, insu jinsdan himoya qiluvchi. Ana 8 qirali yulduz ham duo. Bismillahirrohmanirrohim akbar. La havla va la quvvata illa billahu aliyyul azim yozing. Buni ana ijodkorlar ishlansa qabr ko'rinyapti. Juda bir chiroyli ishlangan. Qarangki, zarharlangan. Kechqurun esa hammasi bir joyda to'planib, Samarqand shahrining qoq markazida joylashgan Manhattan restoranda davra qurildi. Shuningdek, yaqinda bu dunyoni tark etgan kursdoshimiz Salohiddinni eslab duo fotiha qilindi. Samimiy muhit, quvonchli suhbatlar va iliq xotiralar bilan kecha o'tdi. Yana harakat qilamiz, nasib bo'lsa, Xudo xolasa, sizlar uchun shuni aytib bermoqchiman. Qarqib turchi. Marhamat. Chapar.
men suyib kaldım. Sayasında otursam kaldım. Yüreğimde sevinip kaldım. Göz aldından gitmişsin azım. Endi esa vaqtini ayamagan holda kelgan do'stlarimizga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Surxondaryodan Behzod doimo faol, uchrashuvda ham eng oldinda. Jizzaxdan Dilshod quvnoq kayfiyatda barchaga energiya ulashdi. Turkiyadan Ne'mat samimiy tabassum va chiroyli sozlar bilan davraga fayz kiritdi. Namangandan Tohirxon qiziq hikoyalari bilan hammamizni kuldirdi. Shoaziz do'stlikni qadrlaydigan chin yurakli inson. Otabek hazilkash va kayfiyat ustasi. Samarqandlik Husniddin har doimgidek bardavom mehmondo'st do'stimiz. Toshkentdan Oybek xushchaqchaq yigit har doim kayfiyatni ko'taradi. Buxorodan Ulug'bek davraga fayz bagishladi va karaokeda chiroyli ashulalar aytib barchani hayratda qoldirdi. Alohida rahmat Obidga. U tashkiliy ishlarni o'z zimmasiga olib uchrashuvni amalga oshirdi. Rahmat joramiz. Albatta kelolmagan do'stlarimizni ham esladik. Zafar, Rasuljon, Aziz, Baxtiyor, Sherzod, Umid Safarov, Muxtor, Qahramon, Muzaffar, Umid Qurbonov, Davron, Doniyor, Alijon, Erlan, Osman, Shavkat. Sizlarni sogindik, juralar. Bu safar kelolmagan bo'lsangiz ham, keyingi safar bahona topmang, sabab toping. Nasib qilsa, keyingi yigilishda sizlarni ham kutamiz. Kursdoshlar, bu uchrashuv yillarni, yoshlikni, samimiyatni bir sahnaga jamlagan go'zal daqiqa bo'ldi. Biz yana bir bor angladikki, vaqt o'tadi, ammo do'stlik abadiy qoladi. Har bir tabassum, har bir so'z, har bir esdalik yuraklarda iz qoldirdi. Bugun bu davra shunchaki uchrashuv emas, balki bir oilaning yana birlashuvi bo'ldi. Keling, shu iliqlikni, shu mehrni saqlaylik. Har kim qayerda bo'lmasin, M70 nomi yuragida porlab tursin. Va nihoyat, do'stlik ruhini ifodalovchi kichik she'r. Bir dasturxon atrofida dilimiz uyg'ondi. Yillar o'tgan bo'lsa ham mehrimiz sonmadi. Do'stlik daraxti ildiz otib gulladi. Bu uchrashuv yuragimizda abadiy yashaydi.